nimadirdi. Esimdan chiqib ketdi. Hammaga salom. Ismoilni bog'chaga chiqarib yubordim. Bog'chaga chiqib ketdi. Bog'chaga chiqib ketgandan foydalanib, o'zimga kerakli, uyga kerakli bo'ladigan narsalarni borib olib keldim. Endi sizlar bilan uni unpacking qilamiz. Ikkita paket narsa oldim. Stress bolani bog'chaga chiqarib yuborgandan keyin. Birinchi paketimizda ikkita kir soladigan, keraksiz narsalar, yoki bolalarning o'yinchog'ini soladigan idishlar. Buni men kir solish uchun olib keldim. Bittasi menga, bittasi Ojonga. Wow. Yo'qmidi, mana shu ichida yotishadi. Meni kutib. Ikkinchi paketimizda bu paypoli soladigan idish. Bu nimaligiga qiziqmasizlarmi? Shundoq turgandachi hech kim buni o'sha narsa ekanda deb o'ylamaydi. Ochib ko'rsatgandan keyin uni nimaligini bilishadi. Bu Ismoilni o'yinchoqlarini, mashinalarini solib qo'yadigan. Даже men boshida kir soladigan qilmoqchi. Lekin qarasam, Ismoil o'yinchoqlari "Meni esingizdan chiqarmang", deyapti dedi. O'shaning uchun ularga buni ola qoldim. Mana uyda 5 yilga yetmaydi. Oshxonamni ham xursand qildim. Bilaman, bu hammomniki. No, yoqib qoldi. Shisha. O'shaning uchun oshxonaga qo'yib qo'yamiz. Bugungi olib kelganlarim faqat shular bo'ldi. O'zimga emas, o'ylab qarasam uyga olman narsa. Bu kerak edi bizning uyga. Shu uchun nima olishim kerak edi? Bolalarning o'yinchoqlari soladigan yana qanaqa idishlar bor? Yana nima olsam bo'ladi? Kommentariyada bemalol maslahat yozib ketsanglar bo'ladi.